Koreyadagi koreys professor meni mehmon qildi. Qisqasi, ertalabdan Koreyada eng birinchi ochilgan universitet Sunikon universitetiga bordim. Universitet 1398-yilda tashkil topgan. Tasavvur qilishingiz uchun universitet ochilganda hali Alisher Navoiy bobomiz ham tug'ilmagan bo'lgan. O'zi ham dinozavrlar davrida tashkil topgan Koreyadagi eng birinchi ochilgan universitet hisoblanadi. Universitet xususiy. Eng qizig'i, universitetga men shartnoma tuzish uchun bordim. Ya'ni Forward Agency hamda Sunikon universiteti o'rtasida hamkorlik shartnomasi tuzildi. To'g'ri eshitdingizda, ushbu universitet bilan 5 yillik rasmiy hamkorlikka erishdik. Birinchi bo'lib xalqaro bo'limda ishlovchi professor meni butun universitet bo'ylab aylantirib ekskursiya qildirdi. Keyin bo'lsa menga obed olib berdi. Koreyslar ham ahmoq emas, bekordan-bekor xarajat qiladigan. Undan oldin ushbu professor va uning jamoasi O'zbekistondagi Forward Agency ofisiga borganda bizni o'zbekona mehmondo'stlikni ko'rishgandi. Hisobda bir qilaman, endi mehmon qilish mening navbatim dedi va mana bunaqa takoy viduxada obed qildik. Sizlarni aniq jinni qilib qo'ygan fakt, Koreyadagi eng birinchi qog'oz pul ming'onlikka ham ushbu universitetni yaratgan inson hamda universitet rasmi tushirilgan ekan. Gap bilan bo'lib universitet haqida ma'lumot beryapman-ku. Universitet xalqaro top 123-o'rinda, Koreyada top 5 talikda turgan nufuzli universitet. Diplom butun dunyoda tan olinadi. IT hamda biznes sohalari bo'yicha juda ham kuchli. Koreya bo'ylab ikkita kampusi bor, Suwon hamda Seul shaharlarida. Agar sizda ingliz tili IELTS kamida 6.5 yoki TOEIC 4 daraja bo'lgan bo'lsa, ushbu universitetga bemalol o'qishga topshirishingiz mumkin. Forward Agency bilan allaqachon ushbu universitetga talabalarimiz o'qishga ham kirishgan. Siz nimani kutyapsiz? Hozir Forward Agency'ga aloqaga chiqing. Forward Agency Koreyaga kirishingizga ishonchli hamkor.